Öz çırıqıngizni yandurung. Aptori Muhəmmad Yusuf. Dünyada her bir adamның yaşaş fəlsəfəsi və məlum prinsipi var. Meyli haq bolsun, yoki batıl bolsun, her bir adamның hayatlıqdaki prinsipi şu adamның qimmatini belgileydigan və onun yürüş turishini rədd saladigan narsadır. Prinsipal adam insanlarning söygüsüge və işençisiga yaraydigan adamdır. Peygamber aleyhisselam insan xarakteridagi farqlarni bayon qilib mundaq degan. İnsanlar xuddi oltin kumushga o'xshash ma'danlardir. Ularning jahiliyatda yaxshi bo'lganlari o'rgansa, islomdimi yaxshilardir. Peygamber aleyhisselam bu hadisda insanlarni oltin kumushga o'xshash ma'danlarga o'xshatgan. Bu intayin to'g'ri o'xshatish bo'lib, ma'danlarmi yuqorisi olmos, tövini ko'mirga o'xshash qimmatda va shakl ham xususiyatlarda bir-biridan farqli bo'lganidek. İnsanlarmi yaratilish tabiatida, mijoz axloqida va boshqa ko'plagan jihatlarda xuddi ma'danlarga o'xshash farqlidir. Әмді hadisdagi jahiliyatda yaxshi bo'lganlari o'rgansa, islomdami yaxshilardir degan jumlaga kelsak, bu jumla intayin mo'yin bir o'lchamni o'ttirib qo'ygan bo'lib, u bo'lsimi o'z prinsipiga amal qiladigan, so'zida turadigan xislatga ega kishilarning qandaqli bir muhit va qandaqli bir jamiyatda yashasin, o'zidagi shu xislatni ifodalaydiganligidir. Şuna Peygamber aleyhisselam cahiliyet əhlidin adamgerçiligi bar, əxlaqi yaxşı kişilərni tanlab çıqıb, şularning musulmon bo'lishini va shular orqali kuchlanishni Alloh taoladan tilaydi. Peygamber aleyhisselamning: "Ey Allah, Ömer ibn Xattob bilan Amir ibn Hisham, yani Abu Cahil ikkisining qaysi sana söyümlük bolsa, şunu İslamga hidayet qilgin deb dua qilganligi va Alloh taolaning Ömer ibn Xattobni İslamga hidayet qilishi natijasida musulmonlar ibodatlarini oshkor qila oladigan bo'lganligi buning misolidir. Peygamber aleyhisselamning zamonidagi Yahudilar bilan Xristiyanlar ichidan o'z diniga mahkam, prinsipal va haqiqatparvar kishilar ikkilanmayla islom dinini qabul qilgan. Chunki ular haqiqatni izlaydigan prinsipal insonlar edi. Ammo Yahudi va Xristiyan dinlarini jon beqishning dasmoyisi qilib olgan ahli kitob mollalari kishilarni din nomidan qaqti-soqti qilish fursatidan mahrum qilishdan ansirab, haqiqatga qarshi chiqqan va Muhammad aleyhisselamning oxir zamon payg'ambari ekanligini aniq bilib turib, uni inkor qilgan. Bularning aksicha Salman Farsi qatorliq kishilar haqiqatni izlab va o'z prinsipi bo'yicha Muhammad aleyhisselamni sinab ko'rib, uning qoyil bo'lgan va islom bilan sharaflangan. Demak, prinsip inson hayotida nihoyat cho'ng rol o'ynaydi. Prinsipal odamni kishilar o'z manfaati uchun qo'llana olmagan chog'da yomon ko'rgan bilan uni ko'nglidan hurmatlaydi. Uningga qimmat berdi. Meyli musulmon bo'lsin yoki dinsiz bo'lsin, o'zining prinsipida ching turadigan odam bilan muomala qilishdan kishilar ansirmaydi. Ammo saxtapazlardan o'kinadi. Din nomidan, vatanparvarlik nomidan kishilarni qaqti-soqti qiladiganlar meyli qaysi dinga va qaysi falsafaga mansub bo'lsin, ularni hech kim hurmatlamaydi, ularga qilchilik qimmat bermaydi. Kaşki her bir adam öz prinsipi boyunca iş qiladigan
o'zi e'tiqod qiladigan din yoki falsafaga amal qiladigan bo'lsa edi, dunyoda kishilarni qaqti-soqti qilish, din yoki iqim nomi bilan aldash yuz bermagan bo'lar edi. Allah Taala insonni aqlliq mavjudot qilib yaratgan va uningga yo'l tanlash ixtiyorini bergan ekan. İnsanның o'zi tanlagan din yoki falsafaga amal qilishi va o'z prinsipida ching turishi to'limi zarur. Chunki har kimga asqatadigani o'z prinsipidir. Rivoyat qilinishicha, bir ama kishi oqshomlik tamoq taklif qilingan bo'lib, sohibxon mehmonlarni uzatish asnosida heliqi ama kechida yolg'iz yo'l yurishidan ansirab, uningga bir qo'l chirg'ini bermoqchi bo'pti. Ammo ama kishi "Men ama tursam, chiroqning yo'rqini ko'ra olmasam, menga chiroq berganning nima ahamiyati? Men asta o'z yo'limni tepib keta olmayman. Rahmat sizga" deb chiroqni qabul qilmabdi. Sohibxon bo'lsa ching turibdi. Va siz chiroqning yo'riqini ko'ra olmasingizmi? Chiroqni tutib mangsingiz, boshqalar sizni ko'rdi-da, sizga putlashmaydi debdi. Shuning bilan ama odam chiroqni qabul qildi. Ama odam uyiga oz qolganda biri kelib uningga so'qilib ketibdi. Shuning bilan ama odam yiqilib ketibdi. Ama odam o'rnidan turib, "Hey, senmi amamiding? Chiroqning yo'riqini ko'rmidingmi?" deb kayibdi. Uningga usvatgan odam, "Apandim, kechiring, qo'lingizdagi chiroq o'chib qapti ekan. Shunga qorong'ida ko'rmay qaptiman" debdi. Bu qissadan shuni tushunib olishga bo'ladiki, ama odam boshqalar bergan chiroqqa ishonch qilib, yillardan beri o'ziga yo'l ko'rsatib kelayotgan o'zining aql chirig'ini ishqa solishdan behojat bo'lgan. Qo'l chiroqni ko'tarib mansam, boshqalar buning yo'riqida meni ko'rdi va menga usuvatmaydi deb o'ylab, o'zining hissiy a'zolarini ishlatmagan. Shu vajidan uning beshiga bu kelishmaslik kelgan. Tugidi. 2020 yili 21 mart